Oğlum yoshing 5 ga to'ldi. Endi bu soskani emib yursang bor, uyat bo'ladi. O'shaning uchun endi bu so'ska bilan xayrlashamiz. Xayr, so'ska. Soska! Bu rahmatli menga ham mashaqalarni so'skani tashlab olgan ekan. Mo'g'im bor, ber bo'lmasin. Voy, so'skani qara, bobo yopishyapti. Ana endi точно soska demaydi. Hammasi qilib ko'ribsizlar, foydasi bo'lmabdi. Bo'lsa bog'ga tashiymiz, katta bo'lganda uyalgandan tashlab yuboradi. Hozir men bitta dori yozib berdim, mana mashina olishinglar kerak. Lekin faqat shuni olinglar, bo'ptimi? Aptekachilar boshqa dorini ko'rsatadi, uni olmanglar, faqat shuni olinglar, chunki do'gorim bor. Voy, shu desangiz o'rgili qizingizni so'rab, o'g'lim bilan birga suvchilikka kelgandik. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. O'g'lingiz nima ish qiladilar? O'g'lim biznesmen, yaxshi pul topadi. Hamma do'konlarga shunaqa grinki, flint kireshkilarini yengi osh ta'mlisini olib kiradi. Ta'mi ham juda ham mazali. Faqat necha yildan beri kurashib yurgan bitta kamchiligi bor. Voy o'li, narkomanmi? Massa. Dede kuzugu aldım. Ya mana desa O'ltay, nimadan yetdingiz buni? Prosta sotib oldim. Bo'pti, uyga kir, jim o'tirgan hamma, men ishga ketyapman. Dede siz bilan ishga boray, mashina minishni o'rgatib ketasiz. Yo, mumkin sen uyda o'tirolma. Boray. Yo'q, hayır. Boray. O'tirma. Sekin, hey. Sekin O'ltay, sekin. Ya dede to'g'rimizda mashina kelyaptimi? Hoy, streshga kirishdan ketyo. To'xta. Dede, shuncha yosh bolaga mashina berib bo'lmaydi-da. Poqimga o'tirib oldingmi, bo'lmasa aql ishini qilib. Seversin onani, seversin Dede emas, sonsalar 3 burcha emas. Bunday dumalab. Sen kuymading. Solsada mejigar nima qilyapti? Dede, mashinangiz qizib tursin dedim-da. Assalomu alaykum. Kim somsani yarimta tishlab ketdi? Ha, o'g'lingiz-da? Aka, men dadam Jizzaxdagi tandirchada ishlaydi. Somsalari shirin, 3 xil somsa yopadi. Jizzax shaharga dastavka tekin. To'y va marosimlarga ham somsalar yetkazib berishadi. Siz dadangiz unaqa emas. Voy, bolam tirikmisan? Dada bitta somsa qolib ketibdi. Я буду жить воровской. Aka, yolg'iz tar ekansizmi? Yordamingiz kerak. O't qopim ishlamayapti, keyin kelasan. Aka, aytgan pulingizni beraman. Ketdik. Ambulatoriyaga admin qilgani ketdik. Karton 60. Rahmat singlim. Hormanglar, qangalatgan keldik. Sallami biratishgan telefonni olib qo'ygan. Tushunmadim. Tushuntiraymi? Beshik tebratar uslubi. Cho'q. Aka. Ko'zim. Ay, aka bo'ldi. Telefonni chiqar, Qo'pinjon. Mana aka. Acha. Aka, uzr. Bizani ham ish hal qilaylik. Ishlaringni hal qilib beraman. Idishda vodni yuvib olay. Sizlarda ham issiqmi?
Papichkam erib ketyapti. Testosteroni bilan qonuniy ajrashganlar. Tur yo'qol uyingga mahallani aynitishma. Bu qo'y yag'larga julli shoptonni junini ishkash kerak. Pishib qoldi bu. Iya, ana u internatram issiqda so'lib qopti. Doktor, chaqirganda yo'qdir. Tinchlikmi otaxon, nima bo'ldi? Ya qizim, belayim bo'lib qopsan-ku. Otaxon, issiqda ozgina dam o'tib qopti. O'zingizga ozgina dam bering, ko'chaga chiqmang. Ha, o'zimga dam beraman bo'lmasa, uzun marketdan basen zakaz qilib mazaf cho'milib o'tiraman. Bu issiq ambulatoriyaga admin qilyapti-yu. Assalomu alaykum. Uzun marketdan buyurtmangiz yetib keldi. Danle buncha tezkorsilar, Akajon, sizning buyurtmangiz: quyoshdan saqlovchi ko'zoynak, yozuvchi mo'ljallangan krossovka, velosiped hamda basseyn. Oma basen qichiq ekan. Uzun marketda yana nimalar bor? Biror narsa o'ylang-da. U ham bor. Yo'q. Uzun marketda hamma narsa bor. Va xotin, to'rtta tuxum pishir qorni ochib ketdi. Xo'p, dadasi. Voydod! Ya bu issiqda tuxumlar jo'ja ochib yuboryaptimi? Men ham basendan chiqmayman bo'lmasa.